Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Eldor Shomurodovning barcha gollarini sanashni boshlaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida to'puralik mahoratini namoyish qila boshladi. Sport Plus kanalimiz 30 yoshli hujumchimizning xorij klublari safida Yevropaning qaysi klublari darvozasiga to'p kiritganini hisoblab chiqdi. Shomurodov darvozasini ishg'ol qilgan jamoalar orasida jahonga mashhur top jamoalar ham bor. O'zbekiston Mash'al va Bunyodkor jamoalari sharafini himoya qilgan Eldor 2017-yilning yozida Rossiya Premyer Ligasi vakili Rostovga ko'chib o'tadi. Transfer Market portali kelishuv summasi 300 ming yevroni tashkil qilgani qayd etilgan. Bundan tashqari Rostov safida umumiy 91 ta o'yin o'tkazgan hamyurtimiz jami 18 ta gol va 12 ta assist muallifi bo'ldi va 6 marta ogohlantirish oldi. Eldor RPLdagi faoliyati davomida quyidagicha jamoalarga gol urgan: Tosno, Krasnodar va Lokomotivga 2 tadan, Spart Moskva, Orenburg, Arsenal, Tula, Ural, Krylia, Quentin, Rubin, Tampov, Dinamo Moskva va Ahmadga 1 tadan to'p kiritgan. Sizran 2003 jamoasi darvozasini ishg'ol qilgan. Yevropa Ligasi saralash turniri Isroilning maktabi Hayfa jamoasi darvozabonini ojiz qoldirgan. Genoa Shomurodov 2020-yilning oktyabrida Italiyaning eng akademiy jamoasi Genoaga ko'chib o'tadi va bu transfer genualiklar uchun umumiy hisobda 9,5 million yevroga tushadi. Bir mavsum davomida hamyurtimiz 32 ta uchrashuvda 8 ta gol urdi va 2 ta golli pas uzatdi. Bir marta sariq kartochka oldi. Eldor A seriyada quyidagicha jamoalarga gol urdi: Parma, Sassuolo, Verona, Spezia, Lazio, Cagliariga 1 tadan to'p kiritgan hamyurtimiz Atalanta darvozabonini 2 bor jazoladi. Rim klubi A seriyadagi yangi paydo bo'lgan to'purarni olish uchun Genoaga umumiy hisobda 19,6 million yevro to'lashiga to'g'ri keldi. Ammo o'zbek futbolchisi Jose Mourinho qo'l ostida bor mahoratini ko'rsatish uchun yetarli darajada imkoniyatga ega bo'lmadi. Keyinchalik poytaxt klubida Daniele De Rossi, Ivan Yurich va Claudio Ranieri bilan ishlagan Eldor Shomurodov baribir yuqori darajaga o'ynay olishini isbotladi. Bunda oxirgi yili jamoani boshqarayotgan Claudio Ranierining ishonchi katta rol o'ynadi. Shomurodov Romada jami 85 ta uchrashuvda 13 ta gol va 11 ta assist muallifi bo'ldi va 5 bor hakamlar tomonidan ogohlantirildi. O'zbek hujumchisi A seriyada Valensiyaga 2 ta, Sampdoria, Empoli, Monza, Juventus, Veronaga 1 tadan gol urgan. Italiya kubogida Lecce va Sampdoria darvozasini bir marta yo'l topgan. Yevropa Ligasida turli yillarda Bolgariyaning Ludisenten, Germaniyaning Eintracht Frankfurt va Ispaniyaning Atletico Bilbao jamoalariga 1 tadan to'p kiritdi. Konferensiyalar Ligasi saralashda Transporton darvozasini ishg'ol qildi va ilk bor o'tkazilgan turnirda Roma safida g'olib chiqdi. Spezia Shomurodov Rim klubiga o'yin amaliyotsiz qolib ketgandan keyin mavsumning ikkinchi yarmida ijaraga o'tkazdi. 2023-yil boshida Speziyaga yo'l olgan hujumchimiz jami 16 ta uchrashuvda 1 ta gol urdi, 2 ta samarali pas uzatdi va 2 bor ogohlantirildi. A seriyada Shomurodov Salernitana darvozasiga yo'l topa oldi xolos. Cagliari 2023-2024-yilgi mavsumda Roma Eldor Shomurodovni Cagliariga ijaraga jo'natdi. Tajribali murabbiy Claudio Ranieri qo'l ostida o'ynagan o'zbek hujumchi jamoani A seriyada olib qolishga hissa qo'shdi. Shomurodov serdianliklar jamoasida 24 ta o'yinda 3 tadan gol va assist qayd etdi. Bir bor sariq kartochka oldi. A seriyada Eldor Salernitanaga qarshi 2 ta va Interga 1 ta gol urdi. Istanbul Başakşehir Roma 2025-yilning yozida o'zbekistonlik legionerni yana ijaraga jo'natdi. Bu safar Italiyadan tashqarida Turkiyaning Istanbul Başakşehir klubi Shomurodovni keyinchalik to'liq transfer qilish huquqi bilan bir mavsum uchun 3 million yevro to'lab ijaraga oldi. Turk klubida mavsum yakunlangach Rim klubiga yana 2,7 million yevro to'lab Eldorni to'liq transfer qilish huquqi bor. Shomurodov yangi klubi tarkibida Konferensiyalar Ligasi saralash turnirida 6 ta uchrashuvda faqatgina 1 ta assist qayd etdi.
Turkiya Superligasida esa 3-uchrashuvdayoq gollari hisobini ochdi. Eldor yangi jamoasidagi ilk to'pini mamlakatning mashhur klublaridan biri Başakşehir darvozasiga kiritdi. Chempionatning 6-turida Shomurodov qurbonlari qatoriga Alanyaspor darvozaboni Ertuğrul Tashkiranni ham qo'shib qo'ydi. Konyaspor Shomurodovning aniq zarbasi qurboniga aylangan Turkiyaning 3-jamoasi bo'ldi. Hozircha Eldor Başakşehir safida 6-3 o'yinda 3 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Bu goldan keyin hamyurtimiz jamoasining eng yaxshi to'purariga aylanib oldi. Qadrli do'stlar, hozirda esa yana bir hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev ham Başakşehirda o'ynamoqda, ammo hozir Abbosning ishlari yaxshi emas, chunki u nafaqat asosiy tarkibda tushmayapti, balki zaxiradan tushgan bo'lsa ham o'yin tempi juda ham pasaygan ko'rinadi. Albatta do'stlar, hamyurtimizni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Abbos, olg'a Eldor deb yozib qo'yishni unutmang va mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.